Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va Bilazizda kuzatuvchilari. Mana bugun Ramazon hayiti. Hammalaringga Ramazon hayitlari muborak bo'lsin. Qisqacha bo'lsa ham ishxonamizdan reportaj. Yaqinda tashlaganimiz afsona fasonimizning qanotlari edi. Endi buni afsona fasonimizni xudo xolsa nachki holatlari ham boshladik. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita darvoza yonma-yon, bittasi garaj. Ilarida idealari bor. Hop. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ajoyib tarzda bityapti, xudo xolasa. Mana bu tomonda esa haligi bu yerda yotgan Samarqand fasonimizda klassik holati bitgan. Bu nalishli holatlari. Ko'rishlaringiz mumkin. Hali elementlari to'la to'kis bitmagan. Lekin shunday holatda bitib chiqariladi. Bu yerda ham lazerli gullari bor. Bu yerlarda elementlari bor. Xudo xolasa chiroyli holatda bitkizib boramiz. Mana afsona fasonimiz shukurga holatdan chiqqan. Mana Samarqand fasonimiz. Naskasini bitkizayotganmiz, kraskasi bitgan qanotlarni xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli ideyalari bilan chiroyli holatda chiqqan. Bu katta qanoti, bu kichkina qanoti. Mana bu endi katta holati. Mana bu esa afsona fasonning orqa tarafi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ajoyib tarzda. Xudo xolasa buni ham o'rnash jarayonlarini joylab boramiz, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, yana o'shaga. Kimgadir qo'ldan svorkash keladi, ammo qanday qilib razmerimiz bor, qanday darvoza yasashga qiynalyapmiz, razmer chiqarishga deydiganlar bo'lsa, pastga memorlarni qoldirib ketamiz, shu haqida murojaat qilishdan. Yo'q aka, Abdulaziz aka o'zingiz yasab bering deysa-yu, murojaat qilishmoqchi bo'lsa, o'zimiz yasab olib borib ustanobga qilib beramiz. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin.